Aholi bilan ochiq muloqotni yo'lga qo'yish, joylardagi dolzarb masalalarni bevosita o'rganish hamda ularni samarali hal etish maqsadida Navoiy viloyati issiqlik ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbariyati tomonidan tegishli mas'ullar ishtirokida Navoiy shahridagi Chinor mahallasida sayyor qabul tashkil etildi. Xo'sh, issiqlik ta'minotida uchrayotgan muammolar nimalardan iborat va bu uchrashuv mazkur muammolarni qay darajada yecha oldi? Jarayonni kuzatgan muxbirimiz tayyorlagan lavha orqali savolingizga javob olishingiz mumkin. Mamlakatimizda fuqarolarning murojaatlarini o'rganish va aholi muammolarini o'z vaqtida hal etish bo'yicha samarali tizim yo'lga qo'yilgan. Chinor mahallasida bo'lib o'tgan sayyor qabulda ham mutasaddilar tomonidan issiqlik ta'minoti infratuzilmasini modernizatsiya qilish, tarmoqlarning texnik holatini yaxshilash hamda aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish borasida amaliy ishlar haqida batafsil ma'lumotlar taqdim etildi. Muloqot davomida mahalla aholisining tashabbus va takliflari qo'llab-quvvatlanib, aksariyat masalalar joyida hal etildi. Ayrim murojaatchilarga tegishli maslahat va huquqiy tushunchalar berildi. Sayyor qabul o'tkazishdan asosiy maqsad fuqarolarga yanada ham qulay sharoitlar yaratish, ularning shu murojaatlarini, takliflarini tinglash, muammolarni joyida bartaraf etish, kelgusi yillarda hozirgi aytilayotgan muammolarga yo'l qo'ymaslik choralarini ishlab chiqish. 2026-yil dastur shakllantirilyapti. Shu dasturlarga hozirgi muammolarimizni kiritib, kelgusi yil mavsumda issiqlik energiyasini uzluksiz yetkazib berish maqsad qilganmiz. O'zimizda tashkilotimizda bo'laydigan yangiliklar, elektron tizimga o'tish, raqamlashtirish bo'yicha fuqarolarga o'zimizda qilayotgan ishlar bo'yicha ma'lumot berish. Aynan shu mahallada olib borilayotgan ishlar to'g'risida, olib borilgan ishlar to'g'risida hisobotlar. Aholini shu murojaatlarini tinglab, shu murojaatlardan kelib chiqib joyda bartaraf etish masalalarini ko'rib chiqish uchun tashrif buyurib, shu fuqarolar bilan sayyor qabul o'tkazdik. Yechimi vaqt va mablag' talab etadigan muammolar bo'yicha tegishli muddat belgilanib, ijrosi nazoratga olindi. Ta'kidlash joizki, bunday sayyor qabullar aholining ishonchini mustahkamlash, fuqarolarning murojaatlariga tezkor va samarali javob berish, shuningdek issiqlik ta'minoti tizimi faoliyatini yanada takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.